Assalomu alaykum egalari. Bodomzordagi obyektimizda mana ko'rib turganingizdek hozir oynani atroflariga откосli olyapti. PVH uголокni 10 ga 15 setka bo'ladi. Bu O'zbekistonda ham ishlab chiqariladi. Biz aslida import ishlatamiz. Bitta tavsiya, откосlarni qanchalik tekis qilib prorablarga, o'sha egalariga iltimos deylik, откосlarni tekis qilib suv bersanglar, izolyatsiyadan keyingi откосlar ham tekis chiqadi. Bundan muammo bo'lmaydi. Aniq qiyin joyi yo'q. Qalinligiga qarab, o'sha atroflarida mana akkuratni qilib, ustiga iltimos qilinib, mana maxsus skochlarda yopishtirilib, o'sha keyinchalik tekis chiqishi uchun ular ish tugagandan keyin, chistovoy tugagandan keyin chistovoychilar bemalol akkuratni qilib olib beraveradi sizlarga.